Hammaga salom do'stlar. Yangi kadr. Bu videomizda Yangiqo'rg'onda Jidali shahridamiz hozir, ya'ni qishlog'i. Qashti shaharlashib ketgan bilan. Yo'llar jinday notekis. Gap yo'lida biz. Buni yo'ldagi sharoit, bedor sharoitlar ko'rsatamiz. O'g'lim bilan birga baliq ushab kelyapmiz hozir. Baliq tutilmaylik. Baliqlar bilan qoni to'yib qolib shekilli kechikmadi. Bizi endi mensimadi menimcha. Baliqlar ham kibrlanib ketibdi. Ha Mustafa. Chiqmadi. Onasini ham sen endi qaytib kelmaymiz ha. Real taksi mana. Market. Soqqa uryapti bular. Mana eshitib qoldi, signallar chalib beradi. Bu yerda ham real. Mana u oldinda ham ikkita real. Gazini bosadi bu Jidali shahri. Yangiqo'rg'on shaharchasiga o'tdik. Jidalidan chiqib. Endi bu tomoni uzoqlasa Yangiqo'rg'onni ko'riga. Yo'lda ham setkamini o'rab tashlagan jinday odamlar aqabaqa ko'p o'tib mana mobilda peshoq ko'zi bor biz. Ularga yo'l beramiz. O'ting otaxon. Beshim bo'lib qoldi. Masjid bor bu yerda katta. Jami masjidi. Shunga chollar chiqishni boshladi. O'tiramiz Mustafa. Tepes bo'lsa. Bakır gitadi ikkalamiz. Averinkani yoqib to'xtadi, endi biz ham to'xtaymiz. Mana shu Yangiqo'rg'on shaharchasi. Hozir sentrdamiz. Endi atrofda ko'rsataman desam sizlarga bo'lmaydi. Gay to'sib qoladigan bo'lsa 3 million osh jarima soladi. Ancha sekin ketaveramiz. Qo'ldan kelgancha ko'rsatib telefon qaltirayapti, chunki yo'l jinday notekis. O'zi hamma joyda ham shunaqa bo'ladi. Mana 8G'lar Rossiyalarda bo'lsa kerak. Biz O'zbekistonda kam. Endi to'g'ri yo'q, to'xtatib turam. O'g'lim o'tirib oldi-da. Endi turib olaveraymi deb. Mana bu yerda bozor, mana bu yakshanba bozor. Dehqon bozori shu yerda. Turaman. O gelikka o'xshagan bir g'ayri tabiiy mashina ekan. O'zim borini maqtab meni uraman. Menda Labo bor, Nexia Legenda bor ekan. Nexia Legenda deb qo'y. Mustafa. Mana bozor. Shunaqa bozorlar ham ancha yurib qoldi. Chunki odamlar bir-ikki marta ishga borib, Toshkent, boshqa joylarga pulga kirib qoldi. Bahor fasli qurg'oqchilikda endi. Ham ro'zadan endi chiqib odamlar. Mana bizga qarash kerak yo'q. Xayolni bo'ladim. Tog'am boshi ham juda silliq ekan. Menga o'xshab kal ekan. Endi bu tomoni bu yerda tomonga o'tish. Do'stlar, o'ting opa. Yo'l qoidasiga amal qilamiz. Xudo xolasa bundan keyin ham bundan oldin amal qilib kelyapmiz.
yetib qoldik, hurmatli aziz obunachilar. Bundan keyingi videolarimizda ham xuddi shunaqa qiziqarli qayerdadir ko'rishni xohlasalar, Bag'doddimi, sentrini yo boshqa joylarda ko'rishni xohlasalar, like va podpiska bosib, kommentda o'z fikrlarini qoldiraverasizlar. Xudo bundan keyingi videolarimiz o'ta ham qiziq bo'ladi. Qaylardadir ko'rsatib, tanishtirib, olib borib beramiz. Sog' bo'lasizlar.